Men hozir sizning haqqingizga duo qilmoqchiman, chunki men Ka'batulloh qarshisida turibman. Bu yerda qilingan duolar esa juda ham tez qabul bo'ladi. Ilohim Robbim qalbingizni xotirjam qilsin, rizqingizni keng qilib qo'ysin. Ilohim mana shu muborak zaminlarga ota-onangiz, yaqinlaringiz bilan kelib tavof qilishlikni, umra amallarini bajarishlikni tez kunlarda nasib qilsin. Kommentariy bo'limida amin deb yozib keting. Assalomu alaykum. Kommentariyada bir kishi yozyapti. Aka, qanday ish bu? Albatta jismoniy og'ir ish emas. Faqat qo'lingizda telefon va internet, ya'ni ma'lumot, axborot berib daromadga chiquvchi biznes. Bizning biznesimiz ana shunaqa. Ishingiz faqatgina ma'lumot berish va shu orqali daromadga chiqasiz. Bu juda ham oson ish. Bu qanday ishligini to'liq bilish uchun siz mening kichkinagina rasmchamni bosing, mening asosiy profilimga o'tasiz. U yerda telefon raqamim, Telegram lechkam bor. Men bilan bog'laning yoki kommentariyada plus belgisini yozing, men o'zim yozaman sizga. Ma'lumot beraman. Asosiy ma'lumotlar Telegramda bo'ladi. Marhamat, sizni kutaman.